cheklovni qo'yib bo'lgansiz. Taqiqlar, cheklovlar aynan yolg'on gapirish va o'g'rilik bilan ifodalanadi. Bu aslida sizni jazolash. Farzandingiz sizni jazolayapti. Demak, bolaga qancha chegara, taqiqlar qo'ysak, u yolg'on gapiradi, u o'g'rilik qiladi. Majbur sizni urishasiz. Sizga u har qanday holatda yoqmaydi, uni qilayotgan ishlari yoqmaydi. Har qanday holatda u xato qiladi. Va bu orqali u sizni jazolaydi va o'zini himoya qiladi. Biz dakki berganimiz uchun yolg'on gapiradi. Albatta. Chunki u yolg'onini bilib qolsangiz, oqibati nima bo'lishini biladi. Tarsaki tushadi. Ishonchsizlik, jazolash, buni berkitish uchun u eng qulay usul shu deb o'ylaydi. Chunki u bola, uni bolaligini unutmang. Hatto kichkina yoshdagi bola ham. Hatto kichkina yoshdagi bolalar. Biz o'ylaymiz hech narsa bilmaydi. Aslida ko'p narsa bilgani uchun ham ularda ana shunday muammolar yuzaga keladi.